Dokumentlari joyida 13,5 mingga berib yuborlar ekan. Suzuki GXR 7,5 ming litr 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, YouTube kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan original mototsikllar, krediti 10 original mototsikllarni narxlari, probeglari va boshqa masalalar bo'yicha podrobniy gaplashamiz va obzor beraman. Qo'qondagi eng katta mototsikl sotiladigan do'kondan chiqadi. Menimcha hech qaysi mototsiklda buncha ko'p original motorlar ko'rmaganman. Bir yangidan ko'rib chiqamiz. Xo'p, bu Kawasaki ZX-10RR brend motorimizda karbon ishlatilgan ekan. Polni yap-yangi ideal sostenida bo'lib turibdi. Yili qanaqa buni? Aka, yili 17 yurgani artiga bunaqasi yo'q men O'zbekistonda. Narxi ham o'ta zo'r narx. Narxi qancha qilib beramiz buni? 13,5 ming dokumentlari. Dokumentlari joyida 13,5 mingga berib yuborlar ekan. Yili 2017 yurgan masofasi 6000 kilometr ekan. Bu juda ham yaxshi. Michelin balolar taqib qo'ygan brend motorimiz. Endi balobatlar hamma funksiyasi bor. Wheel control, defender. Karbonlar shakilgan. Karbon, yaxshi karbon. Haqiqiy original karbon bu. Ajoyib. Xo'p, ikkinchi mototsiklimiz Suzuki GXR yili 2013-yilda ishlab chiqarilgan. Probegi 28 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Dokumentlari joyida ekan. Hozir buni chiroyli qilib tozalab, artib boshqatdan ko'rib chiqamiz. Poldirovka qilyapti. Yiqilgan aybi yo'q. Motorlar ishlash. Kawasaki'da ham bunda ham hech qanaqa yiqilgan qanaqadir aybi yo'q. O'zimiz uchun chiroyli qilyapmiz. Puli aka 7900 dan tushib beramiz. 7900 dan tushib beramiz ekan. Bu ham brend motorimizda ekan. Xo'p, yana arzonroq variant so'raganlarga bitta Honda kelibdi, yap-yangi. Hali buni pulini chiqarganimiz yo'q deyapti. Va puli chiqqanmi? Litr ekan bu. Yili nechi? 2009-yil. Ha? 58 ming kilometr masofani. Dokumentlari joyida, rastamoshka bo'lgan. Puli 7,5 ming litr. Honda. Sosteniyasi zo'r. Akrapochta qo'yib qo'yilgan. Bo'ldi, juda ham ajoyib. Hozir ichkariga kiramiz. Ichkarida yana boshqa mototsikllar bor. Undan tashqari bu joyda mototsikl uchun kerak bo'ladigan barcha narsalar bor. Original kaska, original hamma yo'qmas bor. Mana shu do'kon, mana shu Abrorjondagi nomerlarni qo'yib qo'yaman. Bemalol qo'ng'iroq qilib, liboy narsani artsangiz bo'ladi. Bu yerda bunaqa original akrapochlar ham baytlarda yotadi. Hali do'kon tartibga keltirgan yo'q. Qani, Abrorjon yuring, ko'rsating bizga. Hozir sizlar bilan mototsikllar qabristoniga xush kelibsizlar mana. Mototsikllar qabristoniga kiramiz. Xo'p. Demak, Zaychikdan boshlaylik. Zaychikdan aka 38 ming yurgan 2009-yil. 38 ming kilometr masofani bosib o'tgan 2009. Aha. Bu arzonrog'i. Aha. Aybi yo'q. Xo'p, 38 ming 2009-yil. Puli qanaqa? Puli 6700. 6700 dollarga berib yuboramiz. Kubasi qanaqa buni? 600 talimi yo litrmi bu ham? Bu ham litrmi? Voy. Litr 6900 ga berib yuboriladi. Boshqa gap yo'q. Binovga kelgan odamlarga xilib bo'yicha qo'yiladi. Agar pastda raqam qo'yib qo'yaman, Abrorjonning nomidan kelsalar, chegirma qilib berar ekan. Endi mana legendani gaplashamiz. Bava esmini. Voy. Mana buni qarang. Brend motorimiz jabra-pabra, eski ko'rinish ekan-a. Eski faralar. 2000 nechinchi yil bu? 2017. 2017-yilda ishlab chiqarilgan. Yurgan masofasi atalay 26 ming yurgan. 26 ming kilometr masofa bosgan. Dokumentlari joyida ekan. Xo'p, puli qanaqa ekan buni? 13,5 ming so'rashyapti ekan. Bu ham karbon ekan. Original, haqiqiy karbon ishlatilgan ekan. 13,5 ming so'rashyapti ekan. Probegi necha dedingiz? Probegi aka 26. 26 ming. Ata yiliga nisbatan probeg juda ham yaxshi. Sosteniyasi ideal, aybi yo'q, DTP, PTP bo'lmagan. Yamaha R6. Xo'p, buni yili 2018. Xo'p, probegi 35 ming. Probeglari ham zo'r ekan. Aka ham bittasan qo'shib ketaylik aka. Yurgani ozgina plyus olish mumkin. Nima aytishim bor. Ha.
Bo'ldi. Tushunarli, ya'ni plus probegida qanaqadir bo'lishi mumkin. Buni tashqi ko'rinishi, chiroyliligini qaranglar buni. Sevasizlar. Puli qanaqa? Ular 11 ming. 11 mingga berib yuborlar ekan. Xudo xolasa, dokumentlari joyida, qop-qora. Voy, to'sga qo'yib qo'yibdimi? Bir marta mana shunaqa to'sga bulshetida adashtirib akrapovishga borganda kimdir, mototsiklda nixoya shunmaysa ekan dedi. O'sha akaga javobi mana, biz ham bilib oldik, to'sga bunaqa bu narsalar chepcha xabardor bo'lyapmiz. Xullas, bu Bugatti Diavel, bu mototsiklda hali jinnisi deydi-yu. Mototsiklda yetimi. Buni aka holatini ko'rsating. Voy, buni juda katta narsa, juda katta, vashi bahaybat, og'ir. Mana qaranglar. Motordan chiqqan narsa aylanib, mana yoqqa o'tib, qiynalib, yana mana yoqqa chiqib ketgan ekan. 1200 kub, ya'ni litrdan ham ko'p. 1200 kub ekan. Buni aka bilgan bilardi. Ha, buni uchamchasi bilmagan o'zi bilan. Orqada qarang. Monomayatnik. H2 da bor, unda bor, yana ba'zilarda bor. Probegi qanaqa buni? 35 kilo. Sosteni ideal. Aka bizning motorda ayb bormasligi qo'yganimiz yo'q. Ha. Hammasiga ideal javob beriladigan narsalar. Xo'p, puli qanaqa buni? Buni aka 8 ming deyapmiz aka. Kirishda bergan odamga narxini tushib beramiz aka. Bunaqa narsa aka sotilsa-da 10 ketga qo'yib beramiz. Gap yo'q. Seryozni akalar. Xuddi Bugatti Diavel'da yili sal yangirog'i bor. Buni yili qanaqa? Yili aka hozir bir yozib qo'yamiz. Abi yilini hozir eslolmadi, to'g'risi. Yili eski emas, unchalik yap-yangi. Nodir akada ko'rgandim, adashmasam 2022 yili. Ha, Nodir akada ko'rgandim, adashmasam 23 mingami shunaqa edi. Buni yili hozir yilini aniqlagan kirib ketdi, lekin puli juda ham arzon ekan. Bu mototsikl juda ham quvvatga ega, hali katta kuch bor-da bunda. Bilmadim videoda qanchalik katta ko'rinyapti, bilmayman-ku, lekin juda ham katta mototsikl. Yili qanaqa? 2013-yilda. Puli qanaqa dedingiz? Esimdan 8000 dollarga kelishtirib berib yuborilgan Bugatti Diavel. Qoyil. Lekin puliga 100% arziydi stoyt. Adashmasam men aytgan Akrapovich, bu karbon ekan buni qanoti ham. Qoyil va qoyil. Endi bu yerda ikkita replikamiz bor ekan. Replikamizni qaysidir bittasi sotilib qolishi mumkin. Kayfiyatga qarab, agar sotilsa o'zimga aloqaga chiqarsa so'rab beraman. Ha, bunga duga qo'yib qo'yishibdi o'zi mana. Dugani qoyil, mana chotkilab duga qo'yib qo'yishibdi. Duchka dashti. Chiroyli qo'yib. Bular qanchaga berib yuborishimiz mumkin? Buni aka Buni qanchaga berib yuboramiz? Buni aka sotish-sotmaslikka hali noma'lum. Ha, atak yaxshi summa taklif bo'lib bo'lsa sotib yuboramiz, a? Ha, o'zlariga olishibdi. Bu R6chi. Bu aka R6mi, R7mi bu? R7mi? R7 ekan. Yili 23. 2023. Yurgani 3000 kilometr masofani bosib o'tgan. Puli 11,5 mingga berib yuborishar ekan R7ni. Juda ham yili yangi ekan. Moto9. Juda ham chiroyli. 12000 kilometr masofani bosib o'tgan. Narxi 9,5 ming ozgina kelishtirib beramiz. 9,5 ming ekan narxi. Probeg qancha dedingiz? 12 ming kilometr masofani bosib o'tgan ekan. Dokumentlari joyida ekan. Xudo xolasa hamma original motolarni qisqacha tushuntirib, narxlarini aytib o'tdim va Instagramda bularni hammasini bitta guliga qo'yib podrobniy obzor qilaman. Xudo xolasa kuzatishda davom etinglar. Shu blogimni rivojlantirish uchun like, podpiska, kommentariy yozsangiz, yana ham menga motivatsiya bo'ladi va shunaqa mototsikllarni arzon, zo'rlarni sizlar uchun ko'proq mehnat qilib kontent chiqaraman. Xudo xolasa bu mototsikllarni Instagramda ham chiroyli qilib hammasini kontent qilamiz. Abrorjonning raqamini qo'yib qo'yaman. Qaysidir haqida ma'lumot kam bo'lib qolgan bo'lsa yoki qanaqa informatsiyasi ketmagan bo'lsa, qo'ng'iroq qilib bemalol so'rasangiz bo'ladi. Ha. Shunaqa. Xo'p, lekin menga eng yoqqani narxlari ham, o'zi ham, hamma narsasi yoqqani mana shu mototsikl bo'ldi. Yili, probegi va puli vobshe
qoyil. Juda ham katta. Mana BMW dan ham ancha katta. Endi bu yerda bunga tenglashtiradigan mototsikl eng kattasi shu ekan. Rosa qo'ya qo'y. Orqa balonni qaranglar, buni kattaligini. Vobshe dahshat. Bu yerda chopperlar bor ekan. Ikkita yap-yangi yaltillab turibdi deydi-yu. Mana bitta multfilm bor edi, robotlarda. Nimadan yasalganidan qat'iy nazar doim yaltillab tur deydi. Harley Davidsondan anaqa yopishtirib qo'yibdi. Xullas, sosteniyasi zo'r ekan. Bular yili amaliyotasi bir xilmi? Bularda yili 13 ta boshlanadi aka, takliflanmasi. Aha. Bu kalimingdan ko'ngilni tushib beraman. Kalimni kelsa bo'ladi. Voy, shu chopperlarni 2,5 mingdan kelishdi. Kubi qanaqa buni? 250 kubali original. 2,5 mingdan tushib berasizlar. Zo'r. Maksimal tezligi nechiga chiqadi endi buni? Yaxshi. Atak. Men buni bitta bola minganni ko'rdim Instagramda. Qaysi bitta bola video kontent qilmadimi? Bolalari ota bola TikTokerlar bordi. Samarqandga bordi, haydab. Ha, bo'ldi. Demak, uzoq yo'lga ham bosaveradigan chopper zo'r. Enduro qanaqa narxi? Hop. Ha. Shunaqa yumshoq mototsikl juda ham. $2000 ga berib yuboramiz bu. Nimasi qanaqa buni hali kubi? Yili 2020 $2000 ga. Hozir $3000 ga replika olgandan $2000 ga 250 kubali enduro olgan, menimcha mana originalni olgan yaxshi. Ya'ni originalni bilgan biladi, bilmaganlar original mingandan keyin biladi. Bu R6. 2009. Aha. $6000 ga R6. Yurgani qancha dedingiz? 38000. Aybdor ideal sostenida. Puli 6000 ekan. Karbon ishlatilgan ekan, shu yerda ko'rinib turibdi. Hamma joy karbon ekan. Probegini qancha dedingiz? 38000 R6. Xudo xolasa hammasini obzor qilib bo'ldik. Bitta yana YouTube'da ham aytib o'tganimizdek, obzorlarda YouTube'dan keyin Instagramga ham qo'yaman. Bu yerda ham yana bitta mototsikl tayyor bo'lyapti, xudo xolasa. Bizni kuzatishda davom etinglar. Like, podpiska, kommentariyalarda ijobiy yozib, qo'llab-quvvatlab tursangiz bo'ldi. Hammaga rahmat.